Hürmetli vatandaş, bugünkü şiirlerimizi başlaymayız, şiirisine gacırız. Washington'dan sözdeyimiz ki İslağa bugün 2024 yıl 11. ayının 28. günü. Bugün Amerika Koşmuş Ştatları okşaşla, yani başka devletlerde, Kanada'daki devletlerde Thanksgiving, rahmet eytiş, teşekkür eytiş bayramı. Şu münasebetle bütün Amerika halkına bayram bilen tebrikleyimiz ve bu bayram küllerde ve bayram küllerden keyin hem Amerika Koşmuş Ştatlar halkının zar galbelerini kolga keltirişini meyli içki taşkili siyasette bolsun, meyli qandaq işlah hizmetlerde bolsun, zor galbelerini kolga keltiriş tilekdaşlığımızı bildirimiz vatandaşlar. Bugün sizlerge yetkizdiğin mühim haberimizde bundak bir haberini vatandaşlara yetkizimiz. Bu haber Cungo Kompartiyası en katı korkuduğum bir haber yetip geldi. Amerika Koşmuş Ştatları Cungo'nun internet tamlarını ağdırıp taşlaş hareketi kozgattı. Mavzuluk video film 7. ayının 27. gün Ümit Sadası kanalı ilan kılındı vatandaş. Ekranda Amerika Devlet Meclisi azaları ciddi karakterli kanunlarına otur koyup Cungo'nun internet tamlarını hem de ağdırıldığı dep görsetti. Ekranda yazılgan bir parça abzas ya bir abzas sözü mındak değildi. Amerika Beijing bilen iktisadi, harbiy ve texniki sahasida rekabetleşishga dikkat kılıvatkan bir paytda biz Cungo halkının uçorga ega buluş ve Cungo Kompartiyası bilen karşılaşışını oylaydiganligini unutup kalmasligimiz gerek. Kanun layihada mundaq tilg'ilindi. Cungo'da gerçi umumyüzlük senzor tizimi yolga qo'yilib turishimi, lekin Cungo halkı bargan siri Cungo Kompartiya hükümetinin siyasetleri ve hareketlerden gumonlanishga başladı. Cungo halkı mustaqil uçur aloqa manbalariga izlanishga intilyapti ve tirishchanlik ko'rsatyapti. Cungo halkı bilen uçurishga, özara tushunishni chunqurlashtirishga, Amerika Cungo halkı o'rtasida munosabat bog'lashga, Amerika Qo'shma Shtatlarining mislsiz fursati bor. İki partiya mensuplari Amerikada Demokratlar Partiyasi ve Cumhuriyetçiler Partiyasi mensuplarining hamkorligida o'tirib qo'yilgan bu qonun loyihada mablag' ve kuch bilan bu ishni ilgari surish talab qilindi. Ve kısa ekranda torbetide birliğe mesela bu torbeti nima desiniz? Ümit Sadası. 11. ayının 27. günü. Ümit Sadası televiziyası muşunda haber kıldı. Men hazırgacha bunun da yazmış şekilde bir haberine yetip gelgenligini görelmedi vatandaş. Hazırgacha bolganda muş yakınqı 3-4 yıldan bir torbettirde andan dağlar video filmlerde şundak deyilgeni de internet tamlarını öğrüp etiş tereddütü ve internet tamlarını öğrüp etiş Cungo'da. Bunun için tirişçallık görüştüş deydiğen gepler oturuğa çıkan idi. Bugün hem de şunun münasebetlik mi ya ki kandak duyuksuzda Ümit Sadası televiziyasının 11. ayının 24. gündeki video filminde Cungo'daki internet tamlarını öğrüp etiş doğrusu da Amerika Qo'shma Ştatları Devlet Meclisi'de bir kanun layihasi oturuğa çıkanlıqını muşundak eytipti o vatandaş. O kanun layihasi tönügü yoki bugünlerde yetip kelmedi. Rasla kanun layihasi ilan kılıngan bolsa biz bunu tebrikleymiz vatandaşlar. Hem internetni içip etiş. Bulup Uygur halk için bu intayin mühim iş.
Bu echivitish bugungi kunda biz elga konu zamanda takrorlaydigan söz matbuot erkinligi ve söz matbuot huquqining eng javharidan shu kunda. İnternetni echivitish ve internet tamlarını taqib olgan tamlarni söküvitish ve öğrüvitish hozirgi dunyoning taqozosi. Çünkü Jungo xalqi ham shundoq taqozolik ichida yashayotdi. Masalan, erkin fikr qilish, söz erkinligi. Ötkende söz erkinligi, erkin fikr, söz matbuot huquqi bu mulkchilik huquqi. Tek-tekni aytganda mulkchilik huquqi degan edim rost vatandosh. Agar bir egizlik gapni o'zingiz o'ttirg'i chiqib yuradilik oldi so'zlab, o'zingizning manfaatini, mulkchilik huquqi sohasidagi mayli iqtisod, mayli siyosat masalasi, huquq sohasidagi gaplaringizni qila olsangiz, shu vaqtda siz o'zingizni butun odam hisoblaysiz vatandosh. Agar bu maqsad yetemmisiniz, bu ömrünüzde siz bütün adam emas. Ya bütün adam degende siz huquqli adam emas. Fakat söz matbuot, huquqiga erishgandilar. Bugünkidek Jungoda internet tamlarını öğrüp bütün dünya bilan aloqa ushur, almashtura oladigan davrga kirgandilar. Anda o'zingizda bütün adam deb hisoblaysiz vatandoshim. Uningdan keyin yana bir xabarning o'zi nima desiniz? Yakınımız 27. gün o haber mi şunda yetip geldi. Bunu da nimi değildi desiniz hazır bu gepçe. Zhang Yusha kol saldı deydi. Xi Jinping'in armiya işçideki. Tayvan hücum qilishni tashabbus qiladigan 2 nafar generali qo'lga olindi deydi. Bunun birisi Miao Huaken, yana birisining ismini toza tenga ololmadim, buning uchun kechiringlar. Xi Jinping'in ishonchlik 3 qadinas davlat mudofaa ministrlari Dong Jun dedi. Zhang Yusha tarafından qo'lga olindi. Zhang Yusha 3000 kishilik askeri qo'shin avatib Zhongnanxayni qorishib oldi. Dong Jun Zhongnanxayda bevosita qo'lga olindi. Beijing Chang'an ko'chasi jiddiy holatga kirdi. Buni anglab qo'yishlardi. Bunu davatgan kişi kim deseniz tanqid Soşaxı 11. ayının 27. günü. Hazır şundaq bir özgürlük yüz berdi. 2 gündün biri mesela çünkü Kompartiya sekreteri Xi Jinping'in favqulodda davlat mudofaa ministrlari qatorida 3. qatim tayinlangan Dong Jun. Birinchisi Li Shangfu. Onu bir taraf qilib partiyadan qo'g'lab chiqadi. İkincisi Wei Penghe. Onu mu şundaq bir taraf qildi hesabda, o mu ko'zdan g'oyib bo'ldi. Üçüncüsü Dong Jun. Yaqinda tayinlangan davlat mudofaa ministri edi. Hozir tor battirda intayin zo'r davron ko'tarilib bu odam xiyonatchilikka chetilib qolganligi uchun qo'lga olindi, tekshirilyotdi degan xabar kelgan edi. Men hozir sizlarga mushaga chiqib, mushu leksiyani so'zlashdan avval yana bir xabar yetib keldiki, bu xabarda Junxo Xalq Cumhuriyati Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi o'shan bayonot e'lon qilib, hatto qattiq so'z iboralarni ishlatib deb xabar qilindi. Yozma xabar va torbiti anadan radio Asiya, Erki Asiya radiosining Xitoy til torbiti bu shuna xabar qildi. Bu so'zlarda qattiq so'z iboralar qanday ishlatildi desangiz, Miao Hua, general Miao Huaning xiyonatchilikka chetilib qo'lga olinganligi va tekshirilayotganligi rost. Bu rost deyilibdi. İkincisi davlat mudofaa ministri Dong Jun yoki Miao Huaga munosabatlik deyilib, tor battirda 2 kundan beri Dong Jun ham qo'lga olinib tekshirilishga boshlandi deyilgan gap edi. Bu gapning ichida Miao Huaning tekshirilayotganligi rost debdi. Davlat mudofaa ministrining bayonotchisi o'shan davlat mudofaa ministri Dong Junning qo'lga olinganligi va tekshirilayotganligi yolg'on debdi vatandosh. Bu nima bo'lib ketdi endi? Chet ellarda shunda tarqatildi bu xabarlar yolg'on. Dong Jun qo'lga olinmadi, ham xiyonatga chetilmadi debdi. Jungo davlat mudofaa ministrligining bayonotchisi o'shan
Tünügüllatin bütün torbette kaynap gitti bu gepler. Mesela dedi ki Reis Xi Jinping hazır armiyadaki hukukunu, kontrollük hukukunu bütünle yok etti. Dedi mesela canlının nazarında torbitinde. O deyilgende nime deseniz birincisi o Li Shangpo özünüz belgilegen devlet müdafiə ministeri idi. Bu Katar'dan düşüp kaldı. İkinci bulup ya bundan bura Wei Penghe özünüz belgilegen devlet müdafiə ministeri idi. Avval düşüp kaldı. Ondan keyin endi Dong Jun devlet müdafiə armiyası devlet müdafiə ministeri de bu mu düşüp kaldı? Neme sebep sekreter Xi Jinping endi növbet sizge keldi mi deydiğen haberle torbetlerinde kaplap gitti. Bu Dong Jun növbeti Jungo Kompartiyası Devlet Müdafiə Ministerliğinin ministeri aynı çağda Deniz Armiyasının general dercilik mi, marşal dercilik mi, şunda bir armiya adamıydı. Hazır bu doğrudaki haberler tünügüllatin bir gün içinde küçüyüp çek yetkende, bugün ettikende hazır bu Dong Jun doğrusudur haber, yalgan haber dedi, bayanatçı huşen, etigiçi yani kanda iş yüz verdi, onu ete vakti gelgende görmez vatandaşlarım. Andi yana bir haber sizlerge yetkizdiğim, bu andi fevkalade haber değil. Bunun mavzusu mındak, az uçraydiğim bir iş. Beijing Prezident Joe Biden'a soğuk takdim kıldı. Prezident Trump'a mühim signal verdi. Mavzulu haber 11. ayının 24. gün Venmi orbiti ilan kılındı. Bu haber bir vaqtda Amerika'da politik yani siyaset jurnaldan ilan kılındı. Bir vaqtda Amerika Avaz'dan Xitay tili programımızdan ilan kılındı. Qayta bir işketim ilan kılındı vatandaş. Ben dastlab tayyorlig'ini Venmi orbitida ilan qilingan xabar. Xabar mundaq başlandı. New York Vaqt gazeti 2 nafar Amerika amaldorining so'zini naql keltirib, mundaq ko'rsatdi. Demak, bu torbet chiqishdan burun avval New York Vaqt gazetida e'lon qilingan xabar bo'ldi-da, bu nima? Xabar mundaq başlandı. New York Vaqt gazeti 2 nafar Amerika amaldorining so'zini naql keltirib, mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bilan Jungo jinoyatchilarni almashtirish kelishimi imzolagan edi. Bu hali burunqi gap o'xshaydi, hisob qaraganda. Bu yil 5-oydami burunqi gaplar bo'lsa kerak vatandosh. İmzalagan edi. Bu asosda 3 nafar amerikalik jinoyatchini Jungo hukumati turmadan qo'yib berdi. Amaldor mundaq ko'rsatdi. Bu 3 nafar amerikalik. Bu 3 nafar amerikalik Mark Sividan. Ondan keyin Kayli. Ondan keyin John Liang. Bular Amerika garajdaları Jungo'da qo'lga ilinib 5-10 yillik turmada yotgan arbobliklar vatandosh mushu kishilar Amerikaga yetib keldi, qo'yib berildi. Jinoyatchilarni almashtirish to'g'risida bir necha oy suhbat olib berildi. Demak, bu uzun muddatlik suhbat ekanda shuning qaraganda. Amerika taraf bo'lsa bir nafar jungolik jinoyatchini Amerikada turmadan qo'yib berdigan bo'ldi. Masalan, bu kishi tanishtirishga qaraganda ayni vaqtda Belgiyada qo'lga ilingan kishi ekan. Bu kişinin özünün nimiki ismi desiniz, Xu Yanjun demdi. Xu Yanjun degan kişi ekan. Bu kişinin asli kelib chiqishi Jungo Maxfiy ishlar ministerligi yani Anquantingning jasusi ekan. Bu jasus Türk nima shu Belgiyada qo'lga ilinib Amerikaga o'tkazib berilgan. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari dal mushu kishini, Xu Yanjun degan kishini yoki Jungo Anquanting bexatarlik ministerligining jasusini Amerika Qo'shma Shtatlari Joe Biden, Prezident Joe Biden hukumati qo'yib berishni qaror qildi. Buning badaliga Junhua Xalq Cumhuriyati hukumati turmada qamoq jazosi hukm qilingan va uzun yil turmada yotgan. Masalan, Mark Sividanga o'xshash 3 nafar amerikalikni turmadan qo'yib berdi vatandoshim. Yani bir qancha nafar Amerika amaldorlari mundaq ko'rsatdi.
Söhbət jarayonida Amerikada qo'l qilingan Jungo Davlat Xavfsizligi Ministerligining jasusi shu gün Amerikada büyük qo'yib berildi. Növbətdə şu gün Amerikada türmeden qo'yib berildimi, chiqib ketdimi? Taza xabarimiz yo'q debdi. Yoki mücmellerek ama qo'yib berildi deydi. Lekin Amerikada federatsiyalik türmü sistemi kullanması içinde şu gün degan isimli cinayetçi yok deydi. Kişilik hukuk teşkilatı Diyalog Fondi mas'uli John Kammandaq dedi. Beijing'in cinayetçi almashtırmaydiganligini nazarga alsak, asli Jungoda bunda qoida yo'q deydi. Yakında Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Joe Biden hükümeti Moskva yoki Vladimir Putin prezident bilan shundoq kelishim imzolab jinoyatchilarni almashtirgan xabarlarni sizlarga yetkazgan edik. Endi vatandosh endilik navbat Jungo bilan bu shundoq kelishim imzolab jinoyatchilarni almashtirgan gap. John Kam shundoq dedi. Beijing'in cinayetçi almashtırmaydiganligini nazarga alganda yoki nazarda tutsak, bu hareket Prezident Joe Biden'a yollagan bir türlük sovg'alar emas, yangi saylangan Prezident Trumpga intayin zo'r darajada yo'l qo'ydiganligi to'g'risida berilgan signaldir. Biz birinchidan yollagan sovg'a sifatida navbatdagi Prezident Joe Biden'a yollagan sovg'a desak deydi. Bu şundaqla emas. Bunun bilan cheklanmaydi. John Kam, Diyalog Fondining boshlig'i John Kam efendi, andın deydi bu endi Prezident Trumpga navbatdagi Oqsaroyga kiradigan Prezident Trumpga berilgan signaldir. Bundan keyin biz taxamiz zo'r darajada yo'l qo'yamiz degandim bergan signaldir deydi. Bu yo'l qo'yishning xarakteri nima? Cho'nqurlik darajasi nima? Kenglik dairesi nima? Bu to'g'rida Diyalog Fondining boshlig'i John Kam efendi bir narsa demabdi, lekin müşiyadagi bir gap signal, Prezident Trumpga berayotgan signal, biz buningdagi zo'r darajada yo'l qo'yamiz deganlik va shu to'g'rida berayotgan signal debdi vatandoshim. Mushunda qaraganda agar John Kamni tanishtirib o'taylik, sizlarga John Kam bu Kaliforniyada, San Fransiskoda Diyalog Fondining boshlig'i Amerikalik büyük adam, büyük irodalik adam, büyük ahlak yoki insonparvarlik bilan dang chiqargan desangiz, insonparvarligining konkret ifodasi, masalan, turmada Xitoyning turmasiga nazarband qilingan kishilik huquq yoki siyosiy jinoyatlar nazarband qilingan, kesim qilingan, hukm e'lon qilingan jinoyatchilardan to'g'ri 2005-yilgacha 200 nafar jinoyatchining turmadan qo'yib berilishini qo'lga keltirgan va mushu yo'lda to'xtamay faoliyat qilgan büyük bir arbab John Kam oxirida shundoq debdi, bu almashtirish, jinoyatchi almashtirish, masalan, Amerika grajdanlaridan 3 nafar kishining Amerikaga kelishi va Jungoga tava deb qaralgan yoki jasos deb qaralgan shu Yanjunning Jungoga qaytarilishi mushu munosabatda yetib kelganda oxiri berilgan signal tariqasida ham Prezident Joe Bidenga sovg'a, ham Prezident Oqsaroyga kiradigan Trump apandiga signal, biz bundaki yo'l qo'yamiz deb ko'rsatdi. John Kam apandi shunday ko'rsatdi vatandoshim. Endi biz bugun leksiyalarimiz vatandoshlarga shunday so'zildik. Deganimizda buning ichida ikki muhim narsa, signaldagi ikki muhim narsa, leksiyadagi ikki muhim voqea, ikki muhim xabar. Birinchisi internet ta'minlarini o'rib o'tish, Jungoda internet ta'minlarini o'rib o'tish. Bu nəhayət katta gap, ajoyib katta gap. Qonun loyiha ma'qullanib, bu yo'lga qo'yilgan, ishga oshirilgan bo'lsa, Jungoda internet ta'minlari o'rildi degan gap. İkincisi, Jungo bilan kelishim imzolab Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining jinoyatchilarni almashtirishning g'alabasi masalan 3 nafar Amerikalikning Xitoyning turmasidan qo'yib berilib, Amerikaga yetib kelganligini Amerika xalqi qarshi oldi. Ham davlat majlisi, Chris Smith qatorliq davlat majlisi arboblari ham qarshi oldi va buningdan keyingi umidlarini bildirdi.
Mesela Uygurlardan kol kılınğanlarına, kesim kılınğanlarına koyup berişine ümit kıldı ve talep kıldı kirişi ümit efendim. Hazır bugünkü sizlerge muş yetkizan haberler için 3, iki mühim haber. Üçüncüsü, ahır nemedi dokmuş 27. günü bir gün içinde Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Devlet Müdafiə Ministeri Dongcun kol gelindi. Bugün ettigende diğer haberden başka, bugün ettigende yetip gelgen haberde Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Devlet Müdafiə Ministerliğinin bayanatçısı Uşen bayanat ilan kılıp Miyavhua toxtutuldu, tekşirilatıdı, hiyanetçi değildi. Ama Devlet Müdafiə Ministeri Dongcun toxtutulğunu yok, yoki tekşirilavatqını yok degan bujna bir haberini berdi vatandaş. Endi onun to'liq qismini atog'an ko'raleymiz sizlar bilan birlikda vatandaş.